Markazga yaqin joydan uy so'ragan akalarimiz bordi mana sizlarga. Sentrga ham yaqin joydan, ham narxi ham arzonroq bo'lgan tayyor uy topib qo'ydik. Общий 5 sotik. Hop, 5 ta xonadan iborat kottej forma qilib qo'ygan ekan. Maza qilib yashaydiganda remont ham qilmaysizlar. Shunday kirib yashaydigan zo'r joydan uy topib qo'ydik. Hop, manzilimiz Quva tumani. Bu yerlarda Taxta ko'prikka kirsa kerak 40 metrli ulfatlarning orqasida, shu Qiziltomning orqasida joylashgan 3-ko'cha, Dirnash ko'chadan kirganda 3-ko'chada joylashgan ushbu xonadonimiz sotiladi. Sizlar bilan ichkarini bir qadar ko'ramiz. Sizlar ko'rib turibsizlar, bemalol bitta mashinani sig'adi. Ko'rib turibsizlar, kirganimizda chap qo'l tomonda kottej forma qilib uzungina koridor qilib qo'yilgan ekan. Xo'p, bu tomonimizda mehmonxona uchun alohida kattagina xona qilib qo'yilgan ekan. O'ng qo'limizda spalniy xona joylashgan ekan. Sanuzellari ham borda, ko'rib turibsizlar. Tayyor shuni kirib yashaydigan. Xo'p, bu yerimizda yana bitta xona mavjud ekan, ko'rib turibsizlar. U xonamiz ham yaxshi holatda joylashgan. Hop, bu do'stlar ko'rib turibsizlar, kirib mazza qilib yashaydigan holatda uy. Bu tomonimizda ham kirib chiqadigan xo'ta bor ekan. Olib kelingda, bu yerda katta yo'llarimiz ham mavjud ekan. Sharxondan Assobiga qildirib kelgan ekan. Xullas, muammo yo'q ekan. Qishda gazdan muammo yo'q deyapti, issiqlikdan. Xudo xohlasa, suvlar kelgan ichimlik suvlar. Mana bu yerda o'tirib bemalol choy ichadigan. Olib kelingda endi bu yerda mana tandir, o'cham, naveslar hamma yo'qlari mavjudda. Mana tandirlari bor ekan, naveslari bor ekan, orqa tomonda hojatxonalar, mevali daraxtlarni qarang, malinalar bor ekan, eng qizig'i. Gullariga bitta e'tibor beringlar. Olma daraxtlarini ko'rib turibsizlar, tayyor mevaga kirib bo'lgan. Olim mazza qilib yashaydiganda, bosib oladigan zo'r. Ham sentrga ham oshir rasxod qilmaysizlar-da, shuni kirib yashaydigan. Uzumlargacha qilib qo'yishgan ekanda, bu qaranglar, tayyor mazza qilib yashaydigan. Xo'p, ushbu joyning narxini egalari 47 mingdan, ya'ni ozgina o'tib beramiz deb telefon qilsalarini kelishtirib beradigan holatda bor. Sog' bo'linglar, sentrga yaqin joydan uy so'rab yurgan akalarimiz jo'natib.